Galatskaya minora yoki Galata Tower o'zbekchada aytganda Galata tepaligi hisoblanadi. Uning balandligi 67 metr bo'lib, Istanbulning yevropeyskiy tarafida joylashgan. Eng boy, noyob yodgorlik bo'lib, u juda ham katta boy tarixga ega hisoblanadi. Hayratlantiruvchi Galata tepalik Istanbulning shimoliy qirg'og'ida bo'lib, o'zining ajoyib oltin shohlari bilan e'tiborni jalb qilib turadi. O'tgan davrga, Vizantiya hukmronligiga to'g'ri keladi. Birinchi qurilgan vaqti 507-yil bo'lib, uning nomi Megalis Pirs bo'lgan. Vaqt beshafqat deganlardek bu minoratga ham rahm qilmadi. Oradan vaqtlar o'tib, bu qayta tiklandi va 1348-yil Istanbulni bosib olingandan keyin minoraga o'zgartirish kiritildi va Galata tepaligi deb nomlandi. Yuqoridan qaraganda esa ajoyib tepalikdan ko'rinishi Istanbulning metro Bosfor va minoratlarga juda ham chiroyli ko'zga tashlanib turadi. Tong otganda va kun botganda esa kelgan turistlarni juda ham e'tiborni o'ziga jalb qiladi. Va oradan shuncha yil o'tganiga qaramay, qori baland joyga chiqib olib ziyorat qilgani hali kelishadi. Men ham shu yerda bugun kelib aylanib tomosha qildim va juda ham bu go'zal tarixga ega bo'lgan balandlikdan ancha hayratlanib, mazza qilib dam oldim. Aytgancha, endi Galata tepaligidan pastga tushib, dengiz bo'yida tursam, 4 ta Toshkentdan mehmon kelishgan ekan. Ularning ayollari esa erlarini majburlab shu tepalikka olib chiqing, shu tepalikka chiqqim kelyapti, tutti deb. Bu mening orzuyim, bu tepalikka chiqmasdan men bu dunyodan keta olmayman deb ularni ko'ndira olmay ozgina norozi bo'lib turishgan ekan. Ularga yo'l ko'rsatib va albatta chiqishi va umidlari o'zlari bilan qolib ketmasligini aytib o'tdim va erlari rozi bo'lib Galata tepaligiga chiqib ketishdi. Albatta roligimiz yoqqan bo'lsa, like bosib, videoni tarqatib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. E'tiboringiz uchun katta rahmat.